Kuzgi kecha yana his-tuyg'ularga boy daqiqalarni va'da qilmoqda. Iffat serialining 27-qismi sadoqat, or va muhabbat sinovlarini yanada chuqurroq ochib beradi. Har bir sahna yurakni ezadi, har bir qaror esa qahramonlarning taqdirini butunlay o'zgartiradi. Kamron va Shirinning hayoti sinovlar girdobida davom etadi. Muhabbatlari yo'lida ular yana og'ir qarorlar qabul qilishadi, lekin bu safar ham ularni kuchli qiladi. Hayot ularni sinaydi, ammo haqiqiy sevgi hech qachon yengilmaydi. Serial ijodkorlari hissiyotlarni noziklik bilan yetkazib, tomoshabinni voqealar markaziga olib kiradi. Har bir qarash, har bir so'z yurakdan chiqqan. Iffat nafaqat muhabbat haqida hikoya, balki inson qalbining chidamliligi, kechirim va umid kuchi haqida. Bu safar esa tomoshabinlar yangi sirlarning ochilishiga, kutilmagan burilishlarga va ehtimol eng muhim lahzaga guvoh bo'lishadi. Haqiqiy baxt sinovlardan so'nggina topiladi.